بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram musulmonlar, biz o'tgan suhbatlarimizda Qur'on haqida va Rasulullohning sunnatlari haqida, keyin ijmo'us sahaba haqida va bularni dalillari va ularni shariat qonunlarini manbasi ekanligi haqida gaplashgan edik. Endi shu manbalardan 4-inchisi, oxirgisi qiyos deyiladi. Qiyos so'zi arabcha so'z bo'lib, bizi o'zbek tilida ham ishlatiladi. Qiyos degani bir narsani ikkinchi bir narsaga solishtirish, qiyoslash deyiladi. Endi Alloh subhanahu va taolo islom dinini, islom shariatini to qiyomat kunigacha insonlarning o'rtasidagi chiqadigan hamma muammolarga yechim beradigan Allohning buyruq va qaytaruvlaridan iborat musulmonlarda qonunchiligi sifatida yubordi. Endi masalan islomdan keyin boshqa din paydo bo'lmaydi, boshqa dinni Alloh yubormaydi, chunki islom dini oxirgi din. Bu dindan keyin boshqa din bo'lmaydi. Demak, to qiyomatgacha mana shu din asosida musulmonlar yashashi kerak. Muammolarini shu din qonunlari bo'yicha hal qilishi kerak. Agar bunday bo'lmasa, musulmonlar, ya'ni insonlar gunohkor bo'ladi va bunga qiyomat kuni Allohning oldida javob beradi. Endi shu yerda savol tug'iladi. Bu islom dini 7-asrda boshlarida paydo bo'lgan bo'lsa, ya'ni yuborilgan bo'lsa Alloh tomonidan, endi bu qiyomatgacha yana necha ming yil bor yoki necha soniyalar bor, buni Alloh biladi. Endi bu yillar davomida Rasulullohning davrida bo'lmagan yangi muammolar chiqadi. Bu muammolarga islom qanday javob beradi? Mana bu savol tug'iladi. Hatto ba'zilar aytadiki, islom 7-asrda yuborilgan, bu hozirgi 21-asrda islom yangi muammolarga javob bera olmaydi. Shuning uchun biz yangi qonunlar bilan yashashimiz kerak deyishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Chunki Alloh subhanahu va taolo avvaldiyu azalda bilguvchi zot. Agar islom qonunlarini to qiyomatgacha sizlarning muammolarni yechadi deb yuborgan bo'lsa, demak islomda ana shu muammolarda hammasini yechimi bor. Endi qanday qilib yechim topiladi? Mana bizda islomda mushtahidlar deyiladi. Mushtahidlar bu o'sha yangi muammolarga oyat va hadislardan yechim chiqarib beradigan qonunshunoslar. Ya'ni islomning qonunchilik tomonlarini o'rganib, mana shundan insonlarda yangi bo'layotgan muammolariga shariat qonunlarini Qur'on va sunnatdan chiqarib odamlarga beradigan kishilarni mushtahidlar deyiladi. Endi mushtahidlar qanday qilib chiqaradi? Mushtahidlar mana bu qiyos yo'li bilan yangi muammolarga yechim berishadi. Endi qiyoslashda qanday? Qiyosda o'zini qoidalari bor. Uni xohlagan odam xohlaganicha qilib qiyoslab keta olmaydi. Buni Qur'on va sunnatdan qonunlar chiqarishlik ishini yillar davomida kuzatib, mana shu borada ishlagan olimlar muayyan qonunlar qo'ygan. Bu qonunlarni yig'indisi usuli fiqh deb ataladi. Usuli fiqh degan ilm mushtahidlarga, musulmonlarga Qur'on va sunnatdan qanday qonun ishlab chiqishlikni o'rgatadigan fan, ilmdir. Endi mana misol uchun keltirsak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadiki,
Naha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam an yabi'a hadirun libadin. Buni Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisda aytayaptiki, shaharlik, qishloqlik, ya'ni sahrodan yoki tog'dan tushgan qishloqlik kishiga sotmasin deyapti. Ya'ni qishloqdan, tog'dan tushgan inson kelib bozorga kirsa, unga shaharlik odam bozordagi narx-navolarni aytmasdan turib, bildirmasdan turib, unga tovar sotishligini Rasululloh man qilyapti. Endi mana bu narsani illati bor. Illat deganda sabab degani. Ya'ni nima uchun Rasululloh shaharlik odamni qishloqdan kelgan odamga bir narsani sotishlikni yoki olishlikni man qilyapti? O'zi aslida savdo mumkin, lekin iminni qishloqdan kelgan bo'lsa, unga sotish mumkin emas deydi. Buni sababi qishloqdan kelgan kishi bozordagi narx-navoni bilmaydi va bu narsa shaharlik odamni qishloqlik odamni aldab qo'yishligiga olib keladi. Mana shu aldab qo'yish yoki aldanib qolishlikni man qilish uchun Rasul sallallohu alayhi va sallam shaharlik qishloqlikka sotmasin deydi. Lekin o'sha sababi yo'q bo'lsa, ya'ni qishloqlik odam kelib bu bozordagi narx-navoni bilib, bu narx-navodan boxabar bo'lsa, unda shaharlik odam bilan qishloqlik odamning o'rtasida savdo bo'lishi mumkin. Ya'ni buni haromligi ketadi. Mana shu yerda illat turibdi, ya'ni sababi bor. Endi mana shu sabab qayerda bo'lsa, o'sha joyda harom bo'lib qoladi. Misol uchun bir kishi 20 yil turmada o'tirdi, O'zbekistonda bo'layotgani kabi 20 yildan keyin chiqib bozorga keldi. U odam 20 yilning ichida qanaqa o'zgarishlar bo'lib, bozordagi narx-navolar boshqalarni bilmaydi. Demak, bu odam bilan bozordagi odamlarni savdo qilishligi harom, toki mana shu 20 yil o'tirib chiqqan odam bozordagi narx-navolardan xabardor bo'lguniga qadar. Agar savdo qiladigan bo'lsa, albatta sotayotgan bu shaharlik kishi yoki olayotgan shaharlik kishi albatta bu kishini bozordagi holatlar, narx-navolardan xabardor qilishi zarur. Agar bulardan xabardor qilmasdan sotsa, unda u harom ish qilgan bo'ladi. Demak, Rasululloh qishloqdan kelgan odam haqida hadis aytgan bo'lsa va bu hadisda sababi bo'lsa, ya'ni hadisda sabab ko'rsatilyapti. Nima uchun qishloqdan kelgan odam shaharlik odam bilan savdolasha olmaydi? Bu qishloqlik odamlarni narx-navoni bilmasligi, mana bu sabab. Endi shu sabab qayerda bo'lsa, ana shu hukm ham bo'lib qoladi. O'sha qishloqlik bo'lishi shart emas. Shaharlik bo'lsa ham, lekin narx-navoni bilmaydigan odam bo'lsa, u odam bilan savdolashish harom, mumkin emas. Toki u kishini narx-navolar haqida xabardor qilmagungacha. Xuddi shuni singari umumiy oyatlar, hadislar bor. Bu hadis, oyatlar xuddi mana matematikani qonunlari, masalan, bu qonunlar orqali juda ko'p masalalar yechilib ketadigan umumiy qoidalar bor. Qur'on hadisning orasida ham shunaqa umumiy qoidalar ko'pki, inson hayotida bo'ladigan ishlarni har qanaqa muammo bo'lmasin, bu muammolar albatta bitta umumiy shunaqa qoida bo'lmish hadis yoki oyatni ostiga tushadi. Mana buni o'rganib, o'sha oyatni ostiga kirgizib, unga hukm chiqaradigan kishi bu mujtahid bo'ladi. Albatta bu qiyoslayotganda inson Allohdan qo'rqqan, o'zini yoki birovning manfaatini ko'zlamagan, faqat Allohning hukmini izlagan kishi bo'lish kerak. Bugungi kundagi ba'zi musulmonlar mavjud holatga mos kelishi uchun
boylarni yoki hokimiyatda o'tirgan davlat qonunlariga mos kelishi uchun ba'zi bir narsalarni Qur'on hadisga majburlab solayotgan, Qur'on va hadis ko'tarmasa-da unga yuklayotgan ba'zi kishilarni chiqarayotgan fatvolari bu qiyos deyilmaydi, ijtihod deyilmaydi. Bu chiqarilayotgan hukm boshqa oyat hadislarga zid bo'lmasligi kerak va ana shu hozir aytib o'tganimizdek oyat hadisdagi illatga, ya'ni sababga qiyoslanadi. Mana bu bugungi kunda juda ham muhim masala, qiyos masalasi. Yana bir misol keltirsak, Rasul sallallohu alayhi va sallam aytadiki, la yaqdil qodi va huwa g'adbanu deydi. Ya'ni qozi hukm chiqarayotgan kishi, sudya g'azablangan holatida hukm chiqarmasin deydi. Ya'ni bu degani sudya, ya'ni qozi hukm chiqarayotgan paytda sudlanayotgan kishidan g'azablansa, o'rtaga qo'yilayotgan dalil hujjatlarga xolisona munosabati yo'qoladi va adolatli hukm chiqara olmay qoladi. Ya'ni qozini g'azablanishligi adolatli hukm chiqarishligiga xalaqit beradi. Rasululloh shuning uchun bu qozi bunaqa holatda hukm chiqarmasin deyapti. Endi xuddi mana shu narsaga qiyoslash mumkin. O'zi qozini ishi hukm chiqarish, lekin mana bu muayyan holatda hukm chiqarishlikdan man qilyapti Rasululloh. Nimaga desa, uni sababi o'sha g'azablanish sifati odilona hukm chiqarishlikka xalaqit qilganligi uchun. Demak, qozini agar boshi og'rib tursa yoki qorni og'rib tursa, bu holat shu muammoni o'rganib, unga xolisona munosabatda bo'lishligiga xalaqit qiladi. Ya'ni u shoshilib turadi, tezroq mana shu hukmni chiqarsamda ketsam deydi. Mana bu holat ham adolatli hukm chiqarishiga to'sqinlik qilganligi uchun qozi boshi og'rib turganda yoki qorni og'rib turganda hukm chiqarishligi harom bo'ladi. Ya'ni xuddi shuni singari sabab bu yerda mana qozini adolatli hukm chiqarishligiga to'sqinlik qilayotgan, xalaqit qilayotgan narsa mana shu hukm chiqarishlikni man qilishini sababi bo'ladi. Endi bugungi kunda masalan qozilar, sudyalar hukm chiqarayotgan paytda adolatli hukm chiqarishi uchun kimlardir ularga ta'sir o'tkazadi. Yoki qarindoshlari, yoki hokimiyat tomonidan, yoki mahkumni yaqinlari, shu nufuzli odamlar bo'lsa, ular ta'sir o'tkazishi mumkin. Mana shunaqa holatda sudya, qozi hukm chiqarishligi harom bo'ladi. Chunki bular adolatli hukm chiqarishligiga xalaqit qilyapti. Mana shuning uchun mana oyat hadislarda shuni singari umumiy formulalar, umumiy qoidalar borki, inson hayotida nimaiki qanday muammo bo'lmasin, u muammoga yechim chiqadi. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo aytdiki, mana bu din to qiyomatgacha sizlarga din bo'ladi. Kimki bu dindan boshqa dinga og'sa, boshqa dinni qabul qilsa, hayotidagi muammolarni boshqa qonunlar bilan hal qilsa, ularda bu ishi qabul qilinmaydi, ular oxiratda ziyonda bo'ladi deydi. Mana Alloh subhanahu va taolo aytadiki, Astaizu billah va man yabtaghi g'ayral islami dina falan yuqbala minhu va huwa fil akhirati minal khosirin. Alloh taolo aytayaptiki, kimki islomdan boshqa dinni o'ziga yo'l qilib olsa, u xristian dini bo'ladimi, yoki yahudiya dini bo'ladimi, yoki kapitalizm bo'ladimi, yoki sotsializm bo'ladimi, o'zini hayoti uchun islomdan boshqa dinni o'ziga yo'l qilib olsa, uni hech bir ishi qabul qilinmaydi va u oxiratda ziyondadir deyapti. Ya'ni ziyonda degani uni azobi bor,
u do'zax azobidan qutulmaydi, Allohning roziligiga erishmaydi. Butun hayoti davomida yashab, o'ziga jannatdan emas, do'zaxdan joy tayyorlagan bo'ladi degani, bu ziyon degani shu. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.